Agar bozor hududi ilindi deyildi, 4 darvozam. Soat nechadan nechagacha bozor ochiq bo'ladi? Danki saat 4dan Havo. kechki 18:00 gacha ochiq turadi. Bozor faoliyat ko'zlab turadi. 18:00 dan keyin umuman hech kim ichona kirib bo'lmaydi. Yo'q, Aniq. aniq. Agar mabodo men kelib turib bizaman yo bo'lmasa tovarim qolib ketdi, telefonim zaryadda qolib ketdi, har xil bahonalar bilan ichona giraman desam, girizasizlarmi men 18:00dagi? Yo'q, iloji yo'q. Agar o'z boshimchalik qilib, Havo. yana darvozalarni ildik, qulflarni buzib yo boshqa ishlatib girib ketaman desa, ana 102 ga bosiladi, 102 keladi. Kamera bor bitin. Kamera bor. Havo. Meni magazinim toza bozordan tashqari holatda, ya'ni tashqarida, Deshon tarafda. Havo. Men kelib turib, xolaga vaqtim ochib, ichona girib turib, ya bir darvoza ochilmadi-ku deb o'z boshimchalik bilan savdo sotiq ishlarimni olib qolsamchi? Bo'lmaydi. Bulan bo'lmaydi. O'zingiz javob berasiz. Havo. Esa hurmatli tadbirkorlar, bozorchilar, soat danki soat 4:00 da darvoza ochiladi, 4:00 da 18:00 da 100% ilinadi. Bu hamma tadbirkor ham, optimchi ham, donachi ham tegishli. Bu asosiy tadbirkorlarga eslatma. Ya'ni siz toza bozordan Deshon tarafda savdo etadigan bo'lsangiz, ya'ni ben tarafimizdagilar ham 4:00 dan eldin kelib turib magazinni ochib o'tiraman desangiz xato o'ylaysiz. Birinchi marta ogohlantirish beriladi. Agar shundan ham magaziningizni 4:00 dan eldin ochsangiz yoki 18:00 dan keyin ochadigan bo'lsangiz, birinchi safar ogohlantirish beriladi. Ikkinchi safar albatta so'z tugmasi bosiladi. Bedan ham bor. Sizni ogohlantirish berilgandan keyin albatta shtraf bosiladi. Shuning uchun o'z vaqtida kelib, keyin savdo sotiqingizni amalga oshirishingizni so'rayman. Shu videoni esa Hazaras bozoriga chiqadigan tadbirkorlarga yuborib qo'yishingizni iltimos etgan bo'lar edik.